Assalomu alaykum. Mana navbatdagi darvozamizni Tojikistonga o'rnatdik. Ana adresini bilmaymiz. Dushanbadan 100 kilometr yurib keldik bu yerga. Darvozaning egalari safarda ekanlar. Ukalari bordilar, qayerga ketdilar bilmaymiz. Ishlarni yakunlab video syomka qilyapmiz. O'sha mashhur yulduzchalik darvozamiz. Ko'rishingiz mumkin. Eniga 670 bo'ldi, balandligi 360 bo'ldi. Şu materiallar hammasi qalamlamagan. Zamonlar turetskiy zamon. Orqa taraf.